kubalik kichkina kabina. Pogruzichik. Bir kuba komplektida sifatga. Bunda Davron. Past kabinaga e'tibor berib qo'yasizlar. 230 kabina balandligi. Bu joydan kirib chiqaveradi. 1,5 tonna yuk oladi. Kovush to'kib berishi 320. Bugun zavod. Bir 180dan oshgan Davronni bo'yi. Hozir meni ko'rib turibsizlar, oldindan ham ko'rsaman. Bemalol o'tiribdi. Bo'y normalmi bo'y? Topiring usti. Haydab sinovdan o'tkazishyapti bir kubalikda. Kichkina kabinaligini. 2 dona bor bundan. Mana bunisi bor. Buni komplektida mana bunaqa vilka bor. Buni ko'rdinglar, komplektida sixvatkasi bor. Kovushdan tashqari, ya'ni mana bunaqa bitta kovushi bo'ladi. Keyin mana bunaqa bitta sixvatka bo'ladi bunda. Bunisida o'sha sixvatkani o'zi kovushi o'sha olgan. Bo'yingiz normalmi? Bo'yingiz. Bemalol o'tiribman. Bo'yingiz necha? 182. 182. Ha. Bo'yini kabina balandligi 230 bunda. Eni 180 bunda. Eni 180. Bilsanglar 0.8imizda eni 1.60 edi. Bunda sal enliroq bu. Mana qaranglar. Kovushni to'kib yormang faqat. To'kib yormang. Я не говорю, не... Да, я знаю. Это я скажу. Salarkaskam? Klintga kelgancha salarkan to'ldirib qo'yarmiz. Ha, to'g'ri. Tak, mana suhbatga Davron, keling bir ma'lumot bering. Bo'ylarini aytdim, enini aytdim, kovushi bir kuba dedim, komplektda suhbatga bor. Yana nima bor bunda? Motorni chasa qilib gapirmadim lekin. Zavod ketdi. Ha. Diskasini ham qo'rqmasdan ko'rsatamiz. Mana misol uchun 26-yil 1,5 tonna yuk oladi. Ha. Yanvar oyida chiqqan zavodda. Yanvar oyi. 3 tonna 360. Uzun og'irligi. Motorni ichasi bu taraf. O shulka bilan turbina e'tibor berasiz, turbina. Optik apparat 86 kuchi. Aha. Kursi sanatga tanlanmaydi. Endi turbo dvigatel, turbo dvigatel qiladi. İstediğin analargacha bor ekan. Audio sistema, monitor, задний kamera, masляный filtr, воздушный filtr. Ikkita filtr. Masляный. Ha, vazushkasi ochilib qolibdi, yopib qo'yish kerak. Primoy efir o'zida remont olib qo'ydik. To'lov turlarimi? Ha, To'lov turlari. Mana misol uchun hozirgi kunda hamma sharoit bor. Akalar, pulinglar yetmay qolishi bor misol uchun. Eng minimalniy to'lovingiz 65-70 million. Eng minimal. ha. Shu summa bilan olib chiqib keta olasizlar bemalol. O'zini narxi 210 million. Ha. Agar xohlasanglar, mana qo'lingizda 150 million pul bor, qolganini rassrochka variant qilib beringlar desanglar, rassrochka variant ham qanaqa? Ozgina pul qo'shiladi, lekin o'zingizlar nomingizga to'liq chiqadi. Xohlasanglar 3 oyga, xohlasanglar 6 oyga, xohlasanglar 1 yilga rassrochka variant qilib olsanglar ham bo'ladi. Yetmay qolganini o'sha rassrochka variant qilib ustiga ozgina o'sha qolgan summa qancha qolishiga qarab pul qo'shiladi. Aha. Bu ko'p summa qo'shilmaydi. Ha. Zato sразу firmaga bo'lsa, firmaning nomiga,
o'zinglar pasportinglar bo'lsa 100% hamma dokument o'zinglar nominglarga chiqib olib ketasizlar texnika. Ha. Bemalol lizing olmoqchi bo'lsanglar 3 yilgacha lizing olsanglar bo'ladi, boshlang'ich 30% to'lov bilan. Buni zo'r tomoni bu kovush kattaroq yuk bilan ishlasin, lekin kabinasi past bo'lsin deydigan joylar uchun yomon zo'raganda bu. Ha. Ham bemalol ichkariga kirib, yuklarni olib, tashqarida turgan 25 tonnalik hovogami, Ha. balandroq kamaz, tanar bemalol to'kib beradi. Ha. Chunki bu 4 metrdan oshiq ko'taradi. 390 to'kadi. 390 ha. Hovog'lar misol uchun 290, 3 bo'ladi, narashkasi bo'lsa, Ha. balandligi. Ha. To'xtayman. Maytafon qo'yib qo'yibsiz-ku yoshlar. Ha. Bu kolonkalar. Monitor. Yoshlar nima qilasizlar? Konditsionerlari elektronli. Kulishma bor. Qora jentra olib beraman o'g'limga deb turgan akalar mana qora jentrada nima yo'q bo'lsa bunda hammasi bor. Bor. Ha, bu yerda sigaret to'kib qo'yadigan anaqalargacha bor ekan. Qo'shimcha richaklari bor mana bu anaqa ishlatishga ham bu. Ha, qo'shimcha richagi bu o'sha nimani pasha nima deydi, sixvatkani ishlatishga richagi bu. Bunga jo'stikda ko'tarib. qarang, mana bu ключ nabor o'zi bilan ketadi. Komplekt. Yana nima berasizlar qo'shib? Ключ nabordan tashqari bir komplekt filtrlari. Ha. Hamma filtrlari. Undan tashqari motor moyini 2 marta almashtirishga bemalol yetadigan 20 litrli chelakda zavodskoy moyi, $100 atrofida turadi u moy ham. Qo'shib berilyapti hozir bonus tariqasida. Ha. Olgan insonga. Hamma narsasi komplekt. Komplekt hamma narsasi. Ha. Shunki balon, mostlari baqiladi. Viski kabina. Mostlari. Bu joyga kirib ishlayveradi. Qaranglar. So'maga chuyib oladi. Ha, bo'y bilan qaranglar akalar. Ja, boya ko'pchilik boyaga videoda ko'radi-da, videoda katta ko'rindi deydi-da. Mana yondan turing, bitta ko'rsangiz siz o'zingiz bo'yingiz bilan. Mana qarang, bu 230 akalar. Bu 1 kubalik mayda kabina, kichkina kabina bu. Mana 230 kabina balandligi. 182 mana bu. Ha, 182 ekan. Mana bu yoq o'zi bir 40 sm bor-da. Ha, bor. Zo'rda ishlashdi. Bo'y past, bu любой joyga kirib chiqadi-da. Bu zavod deysizlarmi, hovlilargami, boyaga silos deysizlarmi? Hammasi kirib chiqaveradi. Silos ham boyaga sixvatkasi bor, shuni siqib o'to'lanlarni shuni olib kirib tashlab bersanglar ham bo'ladi. Ha, bular elektronli, qulay boshqarishga, maza qilib ishlatishga mos texnika. Ana shu. Garantiyasi bor 1 yillik. Orqasini ham bitta ko'rsanglar. Orqalar to'la. Mana bular. Eshityapsizlarmi? To'la. Mana. Eshityapsizlar? Mana qani mana pulsa. Akkumulyator turibdi. Akkumulyator turibdi, mana eshityapsizlar? Buni eshitdim. Misol uchun ana shu joyini ham unda-da endi ko'pchilik so'rashi mumkin. Ikkita akkumulyator bo'ladi, bularda 12 voltda, mana 24 volt ikkita akkumulyator bo'ladi. 24 Bular ishlaydi. kuchi bo'ladi, motor katta motor. Motorlari pol shumka qilingan. Mana mas'ulni filtr, tepada kamerasi bor ko'rdinglar, mana orqadan ko'rinishi. Mana pritsimriti ulov ham bo'ladi. Uzun tonnasi 3 tonna, 3,5 tonna orasida bo'lsa agar, menimcha 2 tonnagacha bo'lgan pritsiplarni ham bemalol tortadi. Bu joyga ishga boradigan bo'lsa, shuna pritsip ulab, yuk anaqalarni, qurol yarog'larni solib olib borsa ham bo'ladi. Gap yo'q. Baho berib qo'yasizlar, fikringlarni yozinglar. To'liqroq batafsil obzor qilinglar deb aytsanglar, yozsanglar, yana batafsil obzor qilamiz ha. Ha, yana nimalari haqida. Ha, nimalarim kerak. Aytib ketgan bo'lsa, sizlar kutgan bo'lsanglar, shu narsani aytishimizni yozinglar. Nimani kutgansizlar, qanaqa ma'lumot kerak bo'ldi. Keyin yana o'shalarni o'qib chiqib, obzorini qilamiz. Lizing, kredit ham условия bor. Bor. Rassrochka ham bo'layotganlarda bor, faqat ozroq foiz qo'shiladi rassrochkaga. Shunaqa. 1 yilgacha. 88 kodi bilan 148 90 90 raqamlariga yoki 99 kodi bilan 723 77 13 raqamlariga любой время aloqaga chiqasizlar akalar. Hamma savolinglarni, qo'shimcha ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Bemalol. Ana, nomerlar ham aytildi. Aloqaga chiqaverasizlar, davom etamiz.